So'nggi paytlarda juda ko'p o'ylaydigan bo'ldim. Hozirgi holating g'alati deb o'ylayman. Sen 16 yoshdasan, lekin seni maktabga yuborishmayapti va seni iblislarni o'ldirishga majbur qilishyapti. Bu mamlakat bunday narsaga yo'l qo'ymasligi kerak. Ishingni tashlab, men bilan qochib ketmaysanmi? Seni baxtli qilaman, ishon. Umringni oxirigacha seni himoya qilaman. Iltimos. Qochib ketamiz. Qayerga? Do'stimdan so'rayman. Jamoat xavfsizligi seni hech qachon topolmaydigan joyga boramiz. Bu darrov bo'lmaydi, lekin bir kuni birga albatta maktabga boramiz. Nega men uchun buncha ishni qilmoqchisan? Chunki menga yoqasan, Denjikon. Nega hamma olib